Ko'pchilik mendan tekin qo'shimchasiga pul beradigan sayohatlar haqida so'rashganda, bu pul beradigan sayohat emas, lekin sizga Alibangdan 50 milliy kupon berishadi ekan. Bemalol mazza qilib Seuldan Gwanjuga borib aylanib kelsangiz bo'ladi. Festivalda qatnashasiz. U yerda eventlar bo'ladi, tarixiy kiyimlarda kiyasiz va ovqatlanishlaringiz hammasi mutlaqo tekin. Bemalol apply qilishingiz mumkin. Apply qilishda video davomida ko'rsataman. Do'stlar, foydali bo'lsa like bosasizlar, bo'lmasa umuman shart emas. O'zingiz xohlagan brauzerga Fanday Korea deb yozasiz. Veb-saytda ichiga kirganingizdan keyin Events bo'limiga kirishingiz kerak. Events bo'limiga kirganingizdan keyin bu yerda Gwanju festivalining ustiga bosishingiz kerak. Biz eng e'tibor berib qaraydigan narsalarimizdan biri bu aprel 15 soat 6 gacha registratsiya ochiq ekan. Bir kunlik sayohat mutlaqo tekin. Registratsiya qilish uchun shunchaki eng pastga tushib, apply tugmasini bosishimiz kerak. Apply tugmasini bosganimizdan keyin siz to'ldiradigan narsalar bor, ketma-ketlikda to'ldirib chiqishingiz kerak va emallaringizda registratsiya qilishingiz kerak. Sayohatlar bilan charchamanglar do'stlar.